Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Xabaringiz bor, yoz mavsumida yong'inlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan nazorat profilaktika tadbirlarini yanada kuchaytirish maqsadida 5-iyul kunidan 5-sentyabr kuniga qadar respublikamizda dolzarb 60 kun tadbirlari o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirning o'tgan davrida avvaldan belgilab olingan chora-tadbirlar va qamrab olinishi rejalashtirilgan asosiy yo'nalishlarda bir qator amaliy ishlar olib borildi. Xususan 340 mingdan ortiq yakka tartibdagi aholi turar joylari va ko'p kvartirali uylardagi xonadonlarda elektr energiyasi, tabiiy va suyultirilgan gazdan to'g'ri foydalanish va yong'in xavfsizligi talablariga rioya etilishi yuzasidan profilaktika tadbirlari o'tkazildi. Tadbirlar jarayonida aniqlangan 30 mingdan ortiq kamchiliklardan 26.500 dan ortig'i bartaraf etilishiga erishildi. Favqulodda vaziyatlarni oldini olish bo'yicha 211 ta mahallalarda uchrashuvlar hamda 215 marotaba amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. O'ta muhim toifalangan va iqtisodiyot obyektlari, yonish portlash xavfi yuqori bo'lgan obyektlar, yirik bozorlar va savdo komplekslariga hamda energiya ta'minoti obyektlariga alohida e'tibor qaratilib, davlat nazorati inspektorlari tomonidan 350 dan ortiq obyektda o'rnatilgan tartibda nazorat tadbirlari o'tkazildi. Nazorat tadbirlarida aniqlangan 1300 dan ortiq qoidabuzarliklardan 900 dan ortig'i bartaraf etildi. Bu toifadagi obyektlarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'in va bu bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni qisqa muddatda kam talofatlar bilan bartaraf etish ko'nikmalarini oshirish maqsadida 120 dan ortiq amaliy taktik mashq va mashg'ulotlar o'tkazildi. Qolaversa, kunning issiq vaqtlarida yirik bozorlar va savdo komplekslariga hamda energiya ta'minoti obyektlariga 200 dan ortiq yong'in qutqaruv bo'linmalari navbatchilikka jalb etildi. Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha test sinovlari o'tkaziladigan obyektlarda favqulodda vaziyatlarni oldini olish va yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida test sinovlari o'tkaziladigan 64 ta obyektlar, ota-onalar uchun ajratilgan kuzatuv joylari, ular atrofida joylashgan 2000 dan ortiq aholi turar joylarida soha yo'nalishidagi nazorat tadbirlari o'tkazildi. Test sinovlari o'tkaziladigan obyektlarda Favqulodda vaziyatlar vazirligining malakali xodimlari va yong'in qutqaruv bo'linmalari navbatchiligi tashkil etildi. O'rmon fondiga qarashli 94 ta obyektlarda o'rmonlarni yong'indan asrashga oid chora-tadbirlarning bajarilishi yuzasidan hamkorlikdagi profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Ogohlantiruvchi va taqiqlovchi belgilar o'rnatilishi tashkillashtirildi. Yozgi dam olish va sog'lomlashtirish mavsumida yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida 182 ta statsionar oromgohlar va 1200 dan ortiq ta'lim muassasalaridagi sog'lomlashtirish maydonchalarida o'rnatilgan tartibda profilaktik tadbirlar tashkil etildi. Bu ishlarni yanada kuchaytirish maqsadida 182 ta oromgohlarda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarining kun-u-tun navbatchiligi olib borilmoqda. Shuningdek, suv obyektlarida fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, suvda cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish bo'yicha hamkor sohalar bilan birgalikda 900 dan ortiq profilaktik reyd tadbirlari o'tkazildi. Kichik hajmli kemalardan xavfsiz foydalanishdagi qoidabuzarliklar bo'yicha 96 nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy jarima choralari qo'llanildi. Mazkur yo'nalishda 100 dan ortiq nazariy va amaliy o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Tadbirning dastlabki 10 kunligida olib borilayotgan nazorat profilaktika tadbirlari sarhisob qilinganda o'tgan yilning mos davriga nisbatan sodir bo'lgan yong'inlar, ularda insonlarni tan jarohati olishi va halok bo'lish ko'rsatkichlarida pasayish tendensiyasi kuzatildi. Fursatdan foydalanib, qadrli fuqarolarimiz va tadbirkorlarimizdan davlat nazorati inspektorlari tomonidan taqdim etilgan tavsiyanoma yoki yozma ko'rsatmalardagi tadbirlarni o'z vaqtida bajarishlarini, elektr, gaz ta'minoti tizimlaridan va maishiy jihozlardan xavfsiz foydalanishlarini, avvalo ularni nazoratsiz qoldirmasliklarini, soha mutaxassislari tomonidan berib borilayotgan tavsiyalarga qat'iy rioya qilishlarini so'rab qolamiz.